Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi obunachilar. Barchalaringizga xayrli kun bo'lsin deb biz video syomkamizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida boshladik akalar. Oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, chiroyli fikrlaringizni bildirib qo'ying akalar. Inshaalloh chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beramiz akalar. Muslim aka ormang. Salomat bo'ling Sardor bey, keldingizmi aka? Ha, sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Kattizmisiz? Ha, charchamay. Bugunga nechta partiya bo'ladi aka? Aka, mana shu 2 dona, quyidagi kelganman inshaalloh. Chiroyli qilib Narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib kelishtirib beraman aka. Inshaalloh. Kelaman, qo'ylarga baho berasizlar. Bolasi qanaqa buni? Bolasi qo'chqor buni. Bolasi qo'chqor. 15 kunlik bo'ldi bu. 15 kunlik. 15 kunlik. Inshaalloh, mana quloqlarini qarang. Haqiqiy shalpan quloqidan. Yuzlari ham kelishgan. Mana akalar, chiroyligidan. Zo'ridan. Bu inasi qanaqa buni? Buni inasi 2 tish, birinchi qoringa tug'di mana shu. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi buni. Birinchi bolasi. Voy mashalloh. Bo'yi basi qanaqa endi buni? Buni bo'yi basti 85 ga olish olsin. 85 ga olinaveradi. 85 dan olish o'g'il 85 ga olish olsin. 85 ga olinaveradi. Haqiqiy gigantidan mana dumbalarni qarang, bolasini kelishgan. Chiroyligidan akalar. Haqiqiy maza qilib boqadiganlar. Juda Sifatidan akalar. Turishini qarang. Oq-qora aralashidan. Buni dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Beramiz bepul. Bepul. Toshkentgacha ham qilaylik shuni. Toshkentgacha bo'pti. Obunachilar tomonimiz bir yosh buni bir ko'raylikchi inasini. Yoshini tishini ko'rib qo'yaylikchi. Inasini tishini bir ko'rsatib qo'yaylik. Ana akalar, ikki tish. Birinchi qon, o'sha birinchi bolasi. Birinchi tug'ishi. Hali u ko'p olaverasizlar. 7 ta 8 ta bolasilar bo'laveradi akalar. Deymoqlar. 7 ta 8 ta bola bo'laveradi. Badani ham. Buni Sardor bey, badani ham zo'r aka. Badani ham zo'r. Semiz. Emasda akalar. Oroma, yeb ichishi po'choqni liboy narsani yerkan-da bu. Endi yeb ichishlari garantiya-da buni, ha? Garantiya. Muslimaga garantiya beriladi. Yeb ichishlari. Yeb ichishlari garantiya akalar. Zo'r. Chiroyligidan haqiqatan. Bolasi chiroyli bolasi. Bolani qara. Qulog'ini qara, o'zini gallasidan katta degan. Haqiqatan. Shalpan qulog'idan akalar. Shalpan quloqlaridan qidirgan obunachilarga. Sifati zo'r, qo'chqorchalik. Dumbalarni qarang, hozirdan zo'r. Katta ho'lasa maza qilib akalar. Chiroyli zotga qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradigandan. Olayeganu. Endi buni maqtasak ham endi va nima yo'q. Buni vajimiz yaxshi lekin endi obunachilarga endi bu narx qiziqda hammasidan ham buni. Narxi qiziq aka. 10 million demayman buni. 10 million demaysiz. 10 million demayman. Nech pul deysiz endi buni yo'qsa? Uka, seni obunachilaringga bari 9,5 ga ketaveradi. Toshkent bo'ylab dastlabkasi ichida. Uni demang aka. 88 qilaylik. 88. Ya unga bo'lmaydi. Nech pul qilamiz bo'pti? 9 millionga ketaveradi. 9 millionga. 9 millionga vodiy bo'ylab. Toshkentgacha. Dastlabkasi. Barakasini bersin. Ketaveradi. 9 million so'mdan ketaveradi. Ko'ryapman mana. Vaji haqiqat. Mana akalar. Zo'r kelishgan ektish. Yosh hali akalar, yana 8 ta, 7 ta bemalol bola olsalaring bo'ladi. Akalar, hurmatli obunachilar, akalarimiz maza qilib boqadigan. Ozina bir oycha boqib turib, bolasini ajratib olib, yana nima qilsangiz, yana qo'chqor qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi akalar bunga. Maza qilib olaverasizlar bolasini. Zo'r qo'y, juda. Sifatidan, chiroylisidan akalar. Bolasini qara. Bolasi bir bo'lakcha kelishganidan akalar. Shalpan qulog'i. Qulog'i o'ta zo'r ekan. Uzunidan. Alloh rozi bo'lsin akalar barchalaringdan.